va mana shu yoshlarga bugun kasb tanlashda qanaqa maslahat va tavsiyalar bera olasiz? Birinchi maslahat, o'zingizga yoqqan ishni qiling. Bu narsa sizga ko'proq obro' olib keladi yoki ko'proq pul olib keladi deb bir ishga bormang. Bu sizga yoqadigan, ko'nglingizga yoqadigan. Dizayner bo'lmoqchimisiz, dizayner bo'ling. Quruvchi bo'lmoqchimisiz, quruvchi bo'ling. Shifokor bo'lmoqchimisiz, shifokor. Rassom bo'lmoqchimisiz, rassom bo'ling. Bizda bir narsa bor, общественное мнение deydi. Atrofdagilarni fikri sizni fikringizni ko'proq tosh bosib qoladi. Shuni hisobiga ko'plar o'zi xohlagan ish bilan shug'ullanmayapti. Vaholanki biz umrimizni asosiy qismini ishda o'tkazamiz va siz shunaqa kasb tanlangki, siz bu bilan butun umr shug'ullanishga tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki har kuni sevmaydigan ish bilan shug'ullanish bu azobku. Va siz o'z ishingizni sevasizmi? Albatta. Man uchun shifokorlik bu ish emasda. Shifokorlik bu mani sevimli mashg'ulotim. Man har kuni yugurib ishga kelaman va ishxonadan juda qiyinchilik bilan chiqib ketaman. Chunki bu ishni sevaman va o'zim shu sohada, shu больницада, klinikada o'zimni uydagidek his qilaman.